Assalomu alaykum. Bugun siz bilan uzunlik o'lchov birliklarini oson va tez hisoblash usullarini o'rganamiz. Qadimda odamlar qarish, tirsak, quloch va qadam kabi tabiiy o'lchovlardan foydalangan. Buyuk ajdodlarimizdan beruniy yer radiusini o'lchash uchun shaharlar orasidagi masofani emas, balki tog' balandligidan foydalanib ufqning pasayish burchagini o'lchashdan uzunlik va masofalarni ilmiy asosda aniqlashga katta hissa qo'shgan. Biz Pifagor ko'paytiruv jadvalini va qulayligini yaxshi bilamiz. Masalan, 5x5 25, 8x8 64 va hokazo. Endi biz sizga tavsiya qilinayotgan jadval bilan tanishamiz. Gorizontal qator va vertikal ustunlardan tuzilgan. Jadvalda kilometr va ikkita ustunni bo'sh qoldirib, metr, diametr, santimetr, millimetrlarni yozib chiqamiz. Misol uchun 2 kilometr necha detsimetrga teng? Buning uchun kilometr qatoriga 2 raqamini va detsimetr qatorigacha nollarni yozib boramiz. Demak, javob 20 000 detsimetrga teng. Endi 9 detsimetr necha millimetrga tengligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun detsimetr qatoriga 9 raqamini va millimetr qatorigacha nollarni yozib boramiz. Demak, javob 900 millimetrga teng. Navbatdagi misolimizni ko'ramiz. 7 santimetr necha millimetrga teng? Buning uchun santimetr qatoriga 7 raqamini va millimetr qatorigacha nollarni yozib boramiz. Demak, javob 70 mm. Navbatdagi misolni o'zingiz topib ko'ring-chi. 5 metr necha santimetrga teng? Ushbu jadvalni o'rganing va tengdosh va yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.